2026 yilgi yangi Kia Sonet oz sinfidagi eng ommabop va talabgir ixcham crossoverlardan biri sifatida yanada yangilanib taqdim etilmoqda. Ushbu model shahar hayoti, yoshlar va oilaviy foydalanish uchun moslashtirilgan bo'lib, zamonaviy dizayn, qulay salon va tejamkor texnologiyalarni o'zida mujassam etadi. Kia kompaniyasi 2026 Sonetda tashqi ko'rinishdan tortib, ichki jihozlar va xavfsizlik tizimlarigacha bo'lgan ko'plab jihatlarni takomillashtirgan. Avtomobilning tashqi dizayni ancha agressiv va zamonaviy ko'rinishga ega bo'lgan. Old qismida yangilangan radiator panjarasi, ingichka LED kunduzgi chiroqlar va qayta ishlangan farlar joylashgan. Yon tomondan qaralganda, sportcha dizayndagi disklar va aniq chiziqlar Sonetga yanada qimmat avtomobilga o'xshash ko'rinish beradi. Orqa qismida esa LED stop chiroqlari va zamonaviy bamper dizayni avtomobilning umumiy ko'rinishini yanada jozibali qiladi. Rang tanlovi ham kengaytirilgan bo'lib, yorqin va klassik ranglar mavjud. Ichki salon 2026 Kia Sonetning eng kuchli tomonlaridan biri hisoblanadi. Salon dizaynida sifatli materiallar ishlatilgan bo'lib, umumiy ko'rinish zamonaviy va qulay. Katta sensorli multimedia ekrani, raqamli asboblar paneli va qulay joylashtirilgan boshqaruv tugmalari haydovchiga oson boshqaruvni ta'minlaydi. Apple CarPlay va Android Auto tizimlari orqali smartfonni tez va qulay ulash mumkin. O'rindiqlar yumshoq va ergonomik bo'lib, uzoq yo'llarda ham qulaylikni saqlab qoladi. Orqa o'rindiqlarda ham yetarli joy mavjud bo'lib, bu avtomobilni oilaviy foydalanish uchun mos qiladi. Yukxona hajmi kundalik ehtiyojlar va sayohatlar uchun yetarli darajada keng. Dvigatel variantlari bo'yicha 2026 Kia Sonet bir nechta tanlovlarni taklif etadi. Benzin va dizel dvigatellari yuqori tejamkorlik va ishonchlilik bilan ajralib turadi. Turbo dvigatel variantlari kuchliroq tezlanish va faol haydashni yoqtiradiganlar uchun mo'ljallangan. Mexanik va avtomat uzatmalar qutisi mavjud bo'lib, haydovchi o'ziga qulay variantni tanlashi mumkin. Yoqilg'i sarfi past bo'lgani sababli Sonet kundalik foydalanishda iqtisodiy jihatdan ham foydali hisoblanadi. Xavfsizlik masalasida 2026 Sonet sezilarli darajada rivojlangan. Avtomobil bir nechta havo yostiqchalari, ABS, elektron barqarorlik nazorati, tortish nazorati tizimi, orqa ko'rish kamerasi va parkovka datchiklari bilan jihozlangan. Yuqori komplektatsiyalarda haydovchiga yordam beruvchi zamonaviy tizimlar, jumladan adaptiv kruz nazorat, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish va avtomatik tormozlash funksiyalari ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa avtomobilni nafaqat qulay, balki juda xavfsiz ham qiladi. Xulosa qilib aytganda, 2026 Kia Sonet dizayn, qulaylik, texnologiya va xavfsizlikni bir joyga jamlagan zamonaviy ixcham crossoverdir. U shahar sharoitida harakatlanish uchun juda qulay, yoqilg'i tejamkor, tashqi va ichki ko'rinishi bilan esa ko'pchilikning e'tiborini tortadi. YouTube kanali uchun bu avtomobil haqidagi video tomoshabinlar uchun qiziqarli bo'lib, yangi avtomobil izlayotganlar uchun foydali va to'liq ma'lumot manbai bo'la oladi.